Assalomu alaykum hammaga. Biz Xorazm viloyati Shovot tumanidamiz. Bizda bu yerni 19-da Ijtimoiyat mahallasi Baynalmiy ko'chasi 3-uydamiz. Erkak oyog'ining uyida. Uyimiz adresini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, unda 3-prezdan doğru kirib kelib chapa ko'cha bor. Sho'ramizda 3 dona joy bor o'zi. 3-chi uglovoydagi joy. Bu yerdan ko'mirdan atab yana o'tirib berdik. Hamma materialni o'zlarimizdan kelib qadib gerçekten narxda ishlab berganmiz. Uyimiz o'xsha 13 to'chka bo'ldi. 9 yere batarya qo'yildi. Qattiq motor sistemalari o'zi bir to'chka bo'ldi. O'zini avvalgi ko'na atab yana sistemalari bo'lardi. Ularni olib tashlab, ondan qaytadan ishlab berganmiz. Ko'p yerlari o'zini avvalgi do'shlarına doğru keldi. Hammasi uklonlari shuning uchun tozadan do'shib o'tirmay, iloji boricha uklonlarni shunga moslashtirib, saylab ishlab berdik. Atab yenamiz Samotyok sistema bo'ldi 100%. O'rtadan rashtinni baqa chiqarib berganmiz. Ham yerlarimizga shu 500 ga 100lik zamonaviy alyumin batareyalardan qo'yib ishlatib berdik. Dalanımıza 20 dan 2 yere qo'ydik. Bu birinchi batareyamiz, bu ikkinchi batareyamiz. 160 shtuk alyumin batareya ishlatib berganmiz. 32 metr 32lik, 78 metr 25lik, 30 metr 20lik ishlatib berdik. Mo'rliklarimiz 130 diametrda 5 metr bo'ldi. Her bir batareyamıza rossiyskiy amerikanka latinli kraniklardan qo'yib, amerikankalar yozdırib olinib ishlab berganmiz. 90 gradus büküp rezervuardan şöyle Xudo xolasa. Birinchi batareyamiz, ikkinchi, yuvanda kuxnyamiz 3, spalnyamiz 4. Bu yana bir spalnyamiz, bu yerimizde kanalga kattaroq bo'lgani uchun, koteldan uzoqroq bo'lgani uchun 18 litr bir yerga qo'yib berdik. Bu 5-batareyamiz. Berimiz bani bo'ladi ekan, shuning uchun baniga tayyorlab berimizdan yo'ldan chiqib zazorlarini 4 cm 5 cm qo'yib 10 litr bir yerga birini qo'yib berdik. 6-batareyamiz. Zalımıza 25 litr bir yerga tashlab berdik. Bu koteldan girib kelaverishda pastki birinchi to'chkamiz, bu yerimize 15 litr birini qo'ydik. Turbalarımızın hammasini devordan ochib, zatorni 5 cm etib remontga tayyorlab berdik. Bu pastki birinchi to'chkamiz, koteldan girib kelaverishimiz, obratgamiz shu yerdan chiqqan, podachimiz shu yerdan girib kelib turibdi. Berimizdan 15 litr bir yerga qo'yib berdik. Bu yerga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. 32 milyon 127 ming so'm pul chiqdi. Kelgan vaqtimizda 1000 dollar avans olganmiz. Bugun hozir bitirib, yoqib, Xudo xolasa qildirib, hisob-kitob berdik. Spiskalarni hammasini egasine geçer. Hisoblashdik. Bu uyimizdan shu Shovot tumanida o'zlarimiz ishlab chiqargan 4 kitobli arxivga bo'lgan kotelimizni qo'yib ishlab berdik. Kotelimiz görünüşü morlarımız 127'lik oldu. 5 metre yerden berdeki 6 metre oldu. Atab yani yakıp vergenimiz azırak odanı salıp 65 gradus tuttu. Ventilatorlarına mustanaf getirip datçiklerini koyup YouTube kanalımız logotipi Xudo xolasa kime shunday xizmatlar kerak bo'lsa shu ekranda görüntülen nömrelere bog'lanaverasizlar. Aytib o'tgandek, atab yenamizda 32 milyon 127 ming xizmatlar kerak bo'lsa Xorazm viloyatining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir atab yana o'tiramiz. Hamma materialni o'zlarimiz bilan olib borib 1 yil garantiyasi bilan chiqarib ishlab beramiz. Bu uyimizdan Xudo xolasa shu aytilgan ishlarimiz, kartolimizda, kiyimlarimiz hammasini 1 yil garantiya, shu 1 yilning ichida kamisi olsa kelib ko'rib, uzatib ta'mirlab beramiz. Asosan salomat o'nglanmaga rahmat. Shu ko'mir atab yana o'tiraman deb yurgan donishmandlarga videoni tashlab qo'ying. Kanalimiz rivoji uchun like bosib obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.